Bu inson meni akam. Meni doim qo'llab-quvvatlaydigan, ishonadigan, nima bo'lgan taqdirda ham taslim bo'lmaslikka o'rgatadigan inson. Aka, u o'zini armonlaridan senga kelajak tuzgan, boshingga ish tushganda beminnat yordam qo'lini cho'zadigan yagona do'st. Aka, Labay akajon, bilasizmi? Men hali yaxshi o'qiyman. Yaxshi joylarga o'qishga kiraman. Ko'p pul topaman. Sizga mashina, yaxshi uy olib beraman. Faqat siz yonimda tursangiz bas aka. o'ylagan niyatlaringga yetgin. Nasib bo'lsa, hamma o'ylagan orzularingga erishgin. Men sen uchun jonimni ham berishga tayyorman. Axir sen ota-onamdan qolgan yolg'iz yodigorimsan ukajon. Aka, ba'zida senga e'tibor qilmagandek tuyuladigan, ammo hamisha sen haqingda chin yurakdan qayg'uradigan inson. Ba'zilar qahramonlar haqida kitoblar o'qishadi. Men esa qahramon bilan bir uyda yashayman. Akajon, kim bilan gaplashyapsan? Yo'q akajon. Hech kim bilan gaplashayotganim yo'q. Hozir dars tayyorlayotgan edim. Xudo xohlasa, fanlarni yaxshi o'qib, Dino tadbirkorlik va pedagogika institutiga grant asosida o'qishga kiraman. Alloh omadingni bersin ukajon. Men senga albatta ishonaman. Agar otam bilan onam tirik bo'lganda, albatta sen bilan faxrlangan bo'lishardi. Men o'qishga kira olmadim. Men uchun ham sen o'qishing kerak. Qaytgancha shoshmay tur. Karim boynikda ishlagandim. Bu pulga kitob daftar olarsan. Yangi oyoq kiyimni keyinroq olarman. Bo'pti, men ishga ketdim. Men diplomimni olishdan avval ikki og'iz gapirmoqchiman. Bugun oliygohni tugatyapman. Hozir diplomimni olaman. Egnimda mantiya bo'lish kerak edi, ammo eski kiyim. Bu kiyim akamniki. Akam yillar davomida mehnat qilib meni o'qitdilar. Bilasizlarmi? Maktabda dadangizni kasbi haqida insho yozing deyilganda, dadam yo'q bo'lganlari uchun nima yozishni bilmaganman. Hozir esa bemalol ayta olamanki, akam otam o'rnida otam. Va dunyodagi eng yaxshi aka ham. Men akam bilan faxrlanaman. Rahmat sizga.